Yunusobod 8-kvartal Sezamni yonida to'rt xona 91,6 kvadratlik kvartirani Arzonarta kanalida 74.500 dollarga ko'rsatamiz. Ustida o'tib beradigan joylari bor. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda prixoshka uzunasiga ketgan. Birinchi xona, ikkinchi xona, undan o'tganda sanuzellari. Bu yerda kirganimizda chap qo'lda kattakon zali, udvoyniy zal deyiladi. Ko'pchilik buni devor tortib ikkiga bo'lib yasashadi. Akvaramlarga almashtirib qo'yilgan skvozniy planirovka. Uzoq vaqt odam yashamagan ekan. Kirganimizda o'ng qo'lda birinchi xonasi, mebel texnika, ko'rib turgan hamma narsalaringiz qolyapti. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi, shkaflari bilan bor, iskro bo'lsa ham. Bu yerda sanuzeli alohida, bu yerda hojatxonasi. Uni o'tganda kattakon oshxona so'raganlar uchun, yoqtiradiganlar uchun mana kuxonniy mebelli taraf, bu taraf ovqatlanib o'tiradigan joyi. Undan o'tganimizda 5-xonasi. Xo'p, gazda ovqat qilinadi, skvozniy planirovka. Faqat naqdga sotiladi. 74.500 dollar so'ralyapti. Ustida o'tib beradigan joylari bor. Karbon tarzda o'zida beriladi. Uyimizni tashqi fasadini ko'rishlaringiz mumkin. 5 etажkali, akkuratniy holatda. Mana hovlisi ham toza turibdi. Детский площадкалari bor. Parkovkalarga eng zo'r joyi, parkovkalarga joy bemalol ko'rishlaringiz mumkin. 8-kvartal Billur kafening shunday yonida metro taxminan 3 ostanovkali yo'l. Mana Mega Planet yonida Yunusobod metro bekati. Bu tarafimizda Universiam dehqon bozori. Lokatsiyasi yaxshi joyda, Yunusobod 8-kvartal. Maktab bog'cha kvartalda ichida bor, ya'ni energy domlarining shunday yonidagi domda. Pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar. Arzon variantlarni o'tkazib olmoq uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.